Kimga shunday g'ildirakli so'rlar kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ramiz. Men bir rivojdan chiroylab tushuntirib o'taman. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi so'rimiz, yig'ma so'rimizni yana bir xonadonga olib keldik. Chiroylab o'rnashtirib beramiz. Kuzatib boringlar, xudo xolasa. Yig'ilgan holatini bir ko'rsatib o'tamiz. Navbatdagi so'rimizni yana bir fayzli xonadonga o'rnashtirdik. Ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli holatda uyiga yetkazib olib berdik. Kimgaki shunaqa so'rlar kerak bo'lsa, ekran nomeriga aloqaga chiqarasizlar. Men bu so'rimizni qisqacha tanishtirib o'taman. Ko'rishlaringiz mumkin, juda yengil holatda, mana bitta qo'l bilan itarganingizda bemalol ketaveradi. Bunga ishlatilgan materiallari, stoykalari 10 ga 10, 1 stenkada, mana bu joyi esa 14 ga 4 profildan ishlatilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu chekkadagi profillari 6 ga 4, 8 ga 4 profillar ishlatilgan. Ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli shinam holatda tayyor bo'ldi. Bu so'rimizning razmeri 2,5 ga 3 razmerda tayyor bo'lgan. Bemalol 10 kishi oilada o'tirib, bemalol mehmon kutsalari ham bo'ladi. Xudo xolasa uy egalariga yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Taxtalari esa shponkali taxtadan, ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli, ideal holatda hammasi tayyor bo'lgan. Hamma taklif qilamiz. Kimga shunaqa so'rlar kerak bo'lsa, ekran nomeriga qaraysiz. Narximiz esa atiga 6 million so'mga vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. G'ildiraklari bilan birga 6 million so'm bo'ladi. Agar g'ildiraklari yo'q bo'lsa 5 million 700 ming so'mga shuni uylaringga olib borib beramiz. Bu g'ildiraklari bilan 6 million so'm bo'ladi. Yana eslab qolishlarini so'rayman. Agarda g'ildiraksiz bo'lsa 5 million 700 mingga uylaringga dastavkasi bilan yetkazib olib borib beramiz. Hammaga katta rahmat, kuzatishda davom etinglar.